100 ta faqat. Qani ketdik. Artefaktning to'liq ismi Hasan, familiyasi Mansurov. Uning yonidagi qishloqi esa uning ukasi Husan, uning ham familiyasi Mansurov. Artefakt 2007-yil, hozirda u 17 yoshda. Artefaktning YouTube kanalida 450 mingtadan oshiq obunachisi bor. Artefakt o'z YouTube kanalini 2023-yil 15-iyun kuni ochgan. U yerda jami ko'rishlar soni 90 million. Artefaktning Telegram kanali ham bor. Artefakt Telegram kanalida o'zini yuzini ko'rsatgan. Artefaktning Telegram kanalida deyarli 17 mingta obunachisi bor. Artefakt zerikkandan payt dasturida o'z kuni rasmini chizgan. Artefaktning ikkinchi kanali ham bor. Ikkinchi kanal nomi BDV. Artefakt ikkinchi kanalni 2024-yil 20-mart kuni ochgan. Artefaktning ikkinchi kanalida jami ko'rishlar soni 7 millionta. Artefaktning o'z gilos daraxti ham bor. Artefaktning Instagram akkaunti ham bor. Instagram akkauntida 14 mingta obunachisi bor. Artefakt 200 mingta bo'lishni o'z sinfdoshlari bilan kutib olgan. Bitta men qilay bo'ladi. Artefakt o'z Telegram kanalida videolarni qanday qilib olib borishini ko'rsatgan. Olar bu bedvasi sakrab oryapmiz hammadan. Hamma sakrayapti bizga o'xshab. Artefakt ikkinchi BDV kanalini 3 ta odam bo'lib olib boradi. Ya'ni Hasan, Artefaktning o'zi, Husan esa qishloqi va Shohruh do'sti. Artefakt Telegram kanalida o'zining xonasini ko'rsatgan. Ya'ni bu Artefaktniki, notebook esa Shohruh do'stiniki, ikkinchi notebook esa qishloqiniki. Artefakt video montaj qilishi uchun 1-2 kun vaqt sarflaydi. Minecraftni 400 ming obunachi yiqqandan so'ng sotib olgan. Minecraft haqida video olib 400 mingta obunachi yig'dik. O'zini esa endi sotib oldik. Hechdan ko'ra kech yaxshi.